Noodatiy taomlarni tayyorlashni yaxshi ko'radiganlar uchun mana sizga zo'r retsept. Bu taomni tayyorlab berganingizdan keyin qayta so'rashadi. Restoranlarda podача qilib tayyorlaymiz. Qiymamizga Sloboda brendiga tegishli bo'lgan sifatli ketchuplarni solamiz va qolgan mahsulotlarni ham qo'shamiz. Nima qo'shganimni to'liq izohda yozib qoldiraman. Tayyor bo'lgan qiymali farshimizni lavash xamirga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib sovulamiz va ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan sirni ham qo'shib, rulet shaklida o'rab olamiz va videoda ko'rsatilgandek kesib, cho'p yordamida o'tkazib olamiz. Xuddi ko'rinishi shashlikka o'xshab chiqadi. Pergament qo'yilgan listimizga tayyor bo'lgan ruletlarni qo'yamiz va o'rtasiga pomidor, bolgarskiy, yuzdagi bor sabzavotlardan qo'shsangiz bo'ladi va kartoshkani xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, yog' bilan aralashtirib, tuz ravorlarni ham sepib solamiz. Ruletlarimiz yanada sochli bo'lishi uchun ustiga yana ketchup surib, duxovkaga yuboramiz va tayyor bo'lgandan keyin Slobodaning qo'ziqorinli mazali souslari bilan dasturxonga tortamiz. Ro'za Ramazon oyida saharlik va iftorlik uchun juda ham to'q tutadigan mazali taom bo'ladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.